u turgan deydi, go'sht keldingni deydi, unaqa tiqib oling deydi. Mani kirgan deydi. Keyin o'g'lim ham zo'r uyda yotib olib, uyqudan turibdi, sirasi kanal yoqdi, pulshlab ketaveradi jalab. O'sha biz endi unaqa qilmaymiz-da, unaqa zakazlarni qabul qilamiz, faqat gapiramiz. Misol uchun bir odam haqida gapiriladi desanglar, biz uni yumor qilib gapiramiz. Sizlar mana shirillatib, sizlarni kuldiraveraman, sizlar 50 ming so'm, 100 ming so'm ataverasizlar. Kechki payt pul yig'ilsa, misol uchun o'zimga bir so'mini olsam, teshibsiz. Shundan u bugun muhtojga berib yuboramiz. Hatto mayli odamlarni kuldirib, ham kayfiyatini ko'tarib, ham kimdir mushkulini oson qilamiz. 1 million, 2 million pul chiqsa olamizda, boramizda berib qo'yamiz. Men bu yoqda olib boraman. Butun Instagram sharmanda bo'lib, har ikkita jonli filmdan keyin 15 sutga, 20 sutga shtraf, sizlardan 2 million pul ishlab, o'tda 22 million pul to'lab, chunki o'tda so'kinaman, kimdir chestiga tegaman, u keyin chiqadi. Men shu videoga fikr bildirmoqchiman deydiganlar bor. Hozirlar sal kontent yurmay qolgan blogerlar uyda o'tirib mardikorchilik qilib ko'rgan, somsa sotib ko'rgan, taksichilik ham qilib ko'rgan. Ichi qoraligidan ancha ishi o'xshamagan jalab. Oylikka ham ishlab ko'rdi, bog'chada qorovul ham bo'lib ko'rdi, tayanchiq ham bo'lib ko'rdi. Mana yedi. Oxiri nima qiladi? Noqiratda to'xta deydi. Mana shu pidaras haqida fikr bildirsam-chi deydi. Shu Instagram ochadi. Hurmatli do'stlar, mana nima deyapti o'zi deydi, keyin kimdir qo'yadi hali ixtirosga berilgan videosini kesadim. Endi u jalab uni urviniga yetmagan hali, u ko'rgan narsani o'ndan birini ham ko'rmagan. Agar bu endi boshlagan bich bloger bo'lmoqchi bo'lgan bich nargini yo'lini birinchi kunini bosib o'tsa o'zini osib qo'yadi. Lekin bu nima deyapti? Qo'yadi. Men unaqa o'zini fikri, u gandoni fikri, o'zi oilasida ham qiziq emas uni fikri o'zi. Uyda ham bolasiga ham qiziq emas uni fikri o'zi. Xotini ham uni gap demaydi o'zi, bichchi. Lekin bu dunyoga jar soladi. Bu deydi, "Men shunaqa dedi, bu foni intervyuda yo u odamning dardini, u odamning asli gapini, mohiyatini, negizini tushunmaydi. O'sha joyini nima deb qo'yiladi deydi, bu hayot qanaqa deydi. Jalab o'zi bir itdan suya qarz bich. Jalab 7 ta bankdan qarzi bor, buni kreditini bunga kiydirib, buni kreditini bunga kiydirib, zo'rg'a kun ko'rib yurib qaltirab. Lekin bu jalab fikr bildiradi bu jalab. U o'zini hayotini ko'rsang, jalab o'zing davni osib qo'yarding. U shunaqalari paydo bo'lgan. Yo'nalishlar har xilda hozir. Anlarni gapirdim endi ana. Ro'molni o'rab olib, semeyniy psixolog, seksopatologlari chiqdi. Ish qilib, mana shu Instagram direktormayapti bizani. Zato sizlarga mazza yoshlarga. Shuncha ma'lumot, biri trenerlikka o'rgatyapti, biri orqangizni ukol bilan ishirish o'rgatyapti, biri ukolsiz ishirish o'rgatyapti, biri emchingizni qilib beryapti, qarangda. Zo'r zamon. Biri labingiz yo'q bo'lsa, labingizni qilib beryapti. Bunisi esa tilingiz anaqa bo'lmasa, zo'r bo'lmasa, u tilga o'rgatyapti. O, manaqa gapir, logoped. Bu yoqda misol uchun Devona Mali degan bratanim bor, radnoyim. U gap o'rgatyapti, urug'i berib gapirishlaringizni qarangda. Bu yoqda jalab hamma narsa bor-da hozirda. Boksyor trenerlar bor, kachok trenerlar bor, motivator trener, biznes trenerlar bor bular. Shuncha imkoniyatdan keyin ham aytganimdek yoshligimizda hech bola bo'lmasdi, defitsit bo'lgan, defitsit bilan. Yoshlarda hamma narsa bor. Biz yoshligimizda defitsit, hamma narsa defitsit bo'lgan. Hatto o'sha yetgan o'sha gapimni qaytaraman. O'sha fohisha ham aytyapman, bitta rayonda bitta opa chiqardi. U opani butun rota ko'zimizga surkab, faxta qo'yib, o'chit bilan, shu bo'lding sen, bitta bo'lding endi men deb bitta qizga 1000 ta bola edi. Hozir bitta bolaga kamida 2-3 ta qiz, ya'ni qo'shtirog'ida bitta bolaga 2-3 ta fohisha to'g'ri kelsa ham, bu ba'zi bir ko'tlar bir-birini taniyapti jana. O'g'il bolalar. Biz o'sha zamonda ham bitta qizga vafo qilib, o'sha fohisha bo'lsa ham opa deb unga gullar berib, shikolatlar berib, ko'ylini olib, ham pulini berib ishlar qilsak, bu dalbayib shu yerga yetib keldi bular. Mani bitta kasalligim bor.
Ana dunyoni любой nuqtasiga boraman mashinada mana. Jonli efir qilmoqchi bo'laman yoki telefon yozmoqchi bo'laman. Miyaga kelib qoladi stories. Odam yo'q mahallaga kiraman. U mahallaga biron marta mashina kirgan emas oxirgi 3 oyda. Men shunday kiraman u javob beraman. 1 yo 2 minutda atrofimda mashinalar paydo bo'lish boshlaydi. Bironta magazinda ham shunaqa holat. Savdosi yo'q, 3 kunda bitta klient kiradigan magazinga kirsam, paka men kerakli narsani olib chiqqunimcha tavba qildim shu narsa bordi menda. Kassada 3-4 odam turgan, kassada o'chitda bo'lib qolaman-da. Shunaqa narsa bor. Bu narsa qizlar bilan ham ko'p kuzatilgan. Bironta bir qiz bilan tanishib qolsam, hayotimda paydo bo'lib qolsa, 100% siqilgan bo'ladi hammasi. Yo yigit tashab ketgan, yo bu nomiga kredit olib itarib ketgan, yo o'sha hayoti o'xshamagan, bitta bola bilan qolib ketgan, eri buni xo'rlab, yoshiga tashab ketgan. Bo'ladi-da jalab, qara. Yo bo'ladi, qara. Shunaqa bo'ladi-da, keyin u qiz bilan sal anaqa ozgina xarajat qilib, sal o'ziga keltirib, botqoqda yotgan holatda botqoqdan olib chiqib, yuvintirib, tarantirib, qirib tozalab, epilatsiya, laminatsiya, qosh laminatsiya, kiprik laminatsiya, soch, tirnoq, pirnoq, hamma yoqda odam qiyofasiga keltirib turib, sal endi jalab, endi mana xarajat qildik, endi dehqonchilikni qilamiz. Endi o'zimizga olamiz. Endi deganda aniq xizmat deydi. Siz bilan yurganimni, men tashab ketgan yigitim bilib qoldi. Shunga rashqi kuchayib ketdimi bilmayman, o'zim meni mensimasdi. Lekin deydi, men deydi, yana birlashishga ahd qildik, azizga kechiring deydi. Nargisi bo'lsa, eri paydo bo'ladi, tashab ketgan, taloq berib ketgan eri, bolalarni tashab ketgan eri u paydo bo'ladi. Yana ular boshqatdan nikoh yana bir jalab. Shunaqa ishxona ochsammikin, men jalab beva yigit tashab ketgan, xo'rlangan qizlar bilan 1-2 kun gaplashaman-da, yaxshimisiz, tuzimisiz, yuring, o'shin qilamiz deyman-da, ozgina xarajatdan qilaman-da. Keyin ular sirasi keyin eskiga yigiti buni u bilib qolish kerak. Bilib qolmasa tashab ketaveradi. Aziz bilan sen yuribsan deydi. Bir posta g'azabi qo'ziydimi endi uni bilmayman jalab. Shu bilan yashab ketaveradi-da. Bilmayman nima bu qanaqa bir o'zi bir kalta bo'lsam, 1.67 bo'yim. Ko'zga ko'rinsiz. Kamiga erkak kishi orada bitta gapirish kerak. Vajohat, viqor bilan jag'ini to'g'rilab, men bichi qilsam, bachkana bo'lsam, qiliqlarim jinnicha. Da. Misol uchun-da. Shunda ham shunaqada, menda biron marta hali bo'lmagan. Men bilan bu shu siz menga harakat qildingiz, endi men sizga prinadijit qilaman degani ham bo'lmagan. 1-2 martadan keyin shu bir pastda baxtlab ketaveradi-da u. Yo sovchi kelib erga tegib ketadi, lekin hech qachon sovchi kelmagan bo'ladi unga. Yoki kelgan sovchilar ham kelisha olmay qolgan. Lekin bu safar kelgan sovchi bilan bir pastda kelishib ham ketishadi. Bilmayman jalab, peshana sho'rmi yo shunaqa yo bir man pidaras kim nakutkada yozayotgan Gandons blok qanday qiladi? Xullas mana shunaqa gaplar. Menga yordam qiling. Nima? Aka ularni qo'ying. Menga yordam qiling. Katta qarzga kirib qoldim. Qarzga bo'lsa ham Xudo xolasa qaytaraman. Mana qaytarasan suka. Mana pidaras. Men seni ko'ryapman-ku. Men senlarni so'nggi 3 yilda ko'rdim-ku. Senlar qaytarasan, qarz qaytarasan, mana qaytarasan. Jalab. Men endi unday sehrgar so'zlarga ishonmayman. Endi men unaqa qasamlarga ishonmayman. Oho. Bo'ldi. $200,000 ga yaqin tarqatdik o'tgan yili. Rahmat, zo'r bo'ldi. 3 tasi topshirmada yotibdi. Hali sudi ham bo'lgani yo'q. Rahmat, ulug' shaman. Xuy sizga $100 ham beraman. Undan ko'ra boraman, muhtojga berib yuboraman o'sha $1000, $10,000. Ishoning. Sizga qarz yo'q, sizga ishlab toping. Qarz bo'layotganingizda bizdan so'ramagansiz-ku. Haligi kutizga tiqayotganingizda birga kutizga tiqmaganmiz-ku. Birga yemaganmiz u pulni, birga u to'yi qilib, birga uylanmaganmiz. Ha, siz kuyov, men ham yoningizda ikkinchi kuyov bo'lmaganman yoki siz kelin. Ha, siz anaqa uzr endi anaqa opamisiz, akamisiz, singlimisiz? Yo'q, qarz. Uzr endi shunaqa.
Assalomu alaykum. Rahmat. Tarafiga sho'xi bo'ladi. Yo'q aka, bo'lmaydi aka. Yashirsak maylimi? Jonli efir qotdim-da, iltimos. Nima deyotgandim? Mana kod bo'ldi. Mana qaranglar, turgan joyimda mashina yo'q edi, mana qaranglar. Mana oldimda va orqamda 3 ta mashina paydo bo'ldi. Hech kim yo'q joyda edim. Bilmayman, bu kasallik bo'lsa kerak. Menda shu tortish kuchi bor jala, mana qaranglar-da, mana. Bitta dona mashina yo'q edi-da, mana shu yerda kelganimda. Atela mashina yo'q joyga to'xtadim-da, mana. Mana bu joylashyapti. Mana orqada. Orqadagini qanday ko'rsatsa bo'ladi? Mana 2 ta mashina paydo bo'ldi. Hol aytib turgan narsam. Sporoniyman, любой do'konga kiramiz, любой do'konga. Savdasi bo'lmayotgan do'konga kiramiz. Xohlachilar jonli efirda kiramizda. Ertalabdan beri pochtam qilmaganman, odam bo'lmagan bo'lib pirlab kelardi. Men kiraman, 5-10 minut o'sha xohlagan shokolatimni, jivachkamni topib chiqquncha kassada 4-5 ta odam turgan bo'ladi. Men o'sha kutib qolaman o'sha yerda. Shunaqa. Menda bu narsa maktabdan beri kuzatiladi. Maktabda ham oshxonada pojik yegim kelardi-da. Kotlet. O'shanda hech kim yo'q paytda borardim-da, shu tanaffus emas paytda darsga kech qolib bo'lsam, hamma kirib ketgandan keyin bizam 5 minutdan keyin narigi partalarda oshxonada yana 5-6 ta bolalar paydo bo'lardi, qizlar paydo bo'lardi. Bilmayman, bu qanaqadir bir sila prитяженияmi yo tortish kuchi kuchlimi menda. Shunaqa bilan. Bu yaxshilikkami, yomonlikkami bilmayman. Odam yolg'iz qolgisi keladi, gohida charchaydi, mana misol uchun. Bitta qaytaraman, yordam qiling, undan vaziyat real aytaman, agar Allohdan gaplashsa olsak. Voy, men sizlarda qala bilan alohida gaplashaverib charchaganman. O'zi o'g'il bolami, qiz bolami? Mohlarayon Mehrimxon 20. Mohlarayon Mehrimxon. Jalab. Bunaqa ism familiya bilan qarzga kirishingiz bu birinchi marta emas shekilli, o'zi hab bo'lmang-ku. Tavba qilin. Bu niklarni o'ylab topishga. Allo. Mana shunaqada. Aka, 50 ming kartaga tashib bera olasizmi? Uzr endi. Biz yopdik bankka. Qizil Yarimoy jamiyati yopildi. Ko'p itarib ketishdi. Prosta ishoninglar, men hammasini sizlarga ayta olmayman. O'sha qamoqda yotganlarni opa-singillari ko'rib o'tirishdi bizlar. Shuning uchun ular haqida ham qattiq gapira olmayman, o'zimiz berganmiz. Xuddi shunaqa ko'rishib, yig'lab, tiz cho'kkanda bittasini prokuraturadan olib chiqib kelganmiz. 2-3 pochka so'ragan, 3 kunda qaytaraman, uyimni sotib degan. Mazaq uyda yashashyapti. 2-3 marta sotib beringlar yoki bo'shatib beringlar deganimizda ustimizdan yozib ham berishdi. Men bu zo'ravon sportsmen 4 kun boksga borib, o'ziga o'xshagan barzangilar bilan menga anaqa qilyapti deb yozib berishdi. Borib o'zimiz bergan pulimizni ne to что ola olmay, hali prosta haqqimizni uyiga borib so'rab borganimizga uyimiz buzib yuboryapti, zo'ravonlik qilyapti deb biz ozgina qoldi. Zo'r. Shuning uchun ana amizga kirgansiz, to'g'ri? Dalishga kiravering. Bizga qizig'i yo'q. Qiynalganlarni o'zimiz topib boryapmiz, har hafta joylariga yetib boryapti, xudo xolasa. Siz maza qilib bosavering, bizdan o'sha umid yo'q. Kuninglar yaxshi o'tsin.